Xo'sh o'g'lim, sehrli hikoyalar vaqti bo'ldimi? Bu ertak senga aniq yoqadi. O'sha kun xuddi kechagidek yodimda. Birinchi yo'lovchim quyoshli Toshkentdagi Bilmasvoy bo'lgan. Qayerga borasiz? Bilmayman. Hamma savolga bilmayman deb javob berardi. Planetariy oldida tushirishimni so'radi. Oyni tomosha qilmoqchi bo'lgan ekan. Kengiz kim desam? Albatta, shokolad fabrikasidan Alisherda. U bolalar uchun 200 ta shirinlik sovg'alarni olib ketayotgan edi. Siz nima? Qorbobomisiz? Yo'q, shunchaki shokolad fabrikasidan Alisherman. Yana qizil shapkachani ham manziliga eltib qo'yganman. U buvisiga issiqqina, endigina tandirdan uzilgan somsani olib ketayotgan ekan. Chilonzorga buvimnikiga ketyapman. O'rmon oralab piyoda yurgandan ko'ra siz bilan tezroq yetib olaman. Ha, u haq edi. Yo'lda birorta ham bo'ri uchramadi. Bu suvni ko'rib juda xursand bo'ldi. Yangilar arafasida haydovchilar bilan mana shunday mo'jizaviy hikoyalar sodir bo'ladi. Dada, yana qanaqa sehrli voqealar bo'lgan? Buni endi post ostidagi izohlarda hamkasblarim so'zlab berishadi.